Assalomu alaykum hammaga. Bugun tillarni oson va sifatli tarzda o'rgansa bo'ladigan yana bir ilova haqida ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu promova. Birinchi o'rinda Google yoki Chrome saytiga qidiruv bo'limiga promova deb yozib olamiz va birinchi chiqqan yozuvga bosib olamiz ustiga. Ko'rib turganimizdek, bizda mana shu oyna ochildi. Biz bundan agarda ro'yxatdan o'tib oladigan bo'lsak, u holda keyingi safar keyinchalik ham chiqib ketib qaytadan kirganimizda davom qolib ketgan joyimizdan davom etsak bo'ladi. Buning uchun biz tepada o'ng tarafdagi qora rangli sign up yozuvi ustiga bosib olamiz. Va birinchi o'rinda emailimizni kiritib olamiz. Bizga pastda avvalgi akkauntlarimiz agar bo'lsa shularning parollari chiqadi va yoki yangi ishonsa bo'ladigan parolni yaratsak bo'ladi. Biz mana shu tugmani bosamiz va mana ko'rib turganingizdek o'zi parol yaratib berdi saytni va mana shu saytdan foydalanish yozuvini mana shu paroldan foydalanish yozuvini bosib olamiz va sign up ya'ni ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ko'rib turganimizdek ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganimizdan so'ng bizda mana shu oyna chiqdi va endi o'zimizga my plan ya'ni meni rejam turgan yozuvda turibmiz hozir. Shu yerda o'zimizning rejamizni yaratib olish uchun onboardingni bosish tugmasini bosamiz. Bu yerda biz kurs tanlaymiz o'zimizga. Nima o'rganishni xohlayman? Ingliz tilini. Qaysi tilda o'rgatilsin? Ingliz tilida. Ingliz tili o'rganishimizga motivatsiyamiz shaxsiy o'sishni tanlaymiz. Davom etamiz. Hozirgi ingliz tili darajangiz nima? Xo'sh, pre-intermediate-ni tanlab olamiz, chunki beginner o'ta ham osonlik qiladi. Continue tugmasini bosamiz. Ingliz tilida qaysi darajalaringizni oshirishni xohlardingiz? Biz gapirishni tanlab olamiz. Yoki boshqalarning hammasini tanlasak ham bo'laveradi. Davom etishni bosamiz. Qancha vaqt sarflashni xohlardingiz? Boshlanishiga 5 daqiqani tanlab olamiz, chunki ilovaga o'rganib olishga vaqt ketadi. Agar zerikib qoladigan bo'lsak, bu minusimizga ishlaydi deb hisoblayman. Davom etishni bosamiz. Qancha o'rganishni xohlardingiz? Qanchalik tez? Haftada 1 marta, 2 marta, 3 martani tanlab olamiz. Akkauntimiz tayyor. Davom etishni bosamiz. Bizga ishlab chiqarilgan reja bu premium asosida. Biz buni sotib olishni emas, tekinga foydalanishni bosib olamiz. Tekinni bosamiz. Va ikkinchi oyna ham ochildi. Endi bizni my plan ya'ni meni rejam nomli oynamiz tayyor. Mana ko'rib turganingizdek, har xil unitlar bor, lekin birinchi unit tugatmasdan ikkinchisiga o'tishning ilojisi yo'q. Birinchi unitni boshlab ko'ramiz. Xo'sh, bu videolar unchalik ham foydali bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Hozir sinab ko'ramiz. Lekin internetda biroz qochishlar kuzatilgani sababiga shunday bo'lmoqda. Hi everyone. Let's tackle another common mistake in English. Talking about hair. Videoni skip qilib borsak ham bo'ladi, chunki Now you know how to talk about hair the right way. Bye. Shunchaki bu ilovada xatolaringizni to'g'rilab berishlari haqida gapirildi. Endi mana bu oynada mana step 2 dan 2 turibdi. Bundan avval 2 dan 1 edi. Biz birinchi qadamdan o'tib bo'lganimiz uchun endi ikkinchisi boshlandi. Use hair to talk about all the hair on somebody's head. Birorta odamni boshidagi sochlari haqida gapirish uchun hair so'zidan foydalanamiz. Bu rostmi yolg'onmi? Biz rostni tanlaymiz. To'g'ri chiqdi. Savollarni mana shunday birma-bir o'qib chiqib javob bersak bo'ladi. Mana shu tarzda savollarga javoblarni topib chiqamiz. Agarda xato bo'lsa ham, u xatoni keyin qaytarishga imkon berishadi. Misol uchun, mana bu savolga hair so'zi xato ekan. Mana bu yerni bossak, bizga to'g'risini ko'rsatib berishadi. Demak, hair to'g'ri javob. Endi qora rangda fix my mistakes, ya'ni xatolarimni to'g'rilash yozuvi turibdi. Shuni ustiga bosib olamiz. Bundan avval qilgan xatolarimizni to'g'rilash uchun. Xatolarimizni birma-birlikda to'g'rilab chiqyapmiz. Darsimiz tugadi. Juda ham tez tugatganimning sababi bu video uchunligida. Noldan yaxshilab o'rganmoqchi bo'lgan odam bunchalik tez emas. Sekin asta o'rgansa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana davom etish tugmasini bosamiz.
ko'rib turganingizdek biz birinchi unitni, birinchi topigini tugatdik. Endi bu AI writing practice. Bu premiumda ishlaydi faqat. O'zi mana bu chaqmoqchidan bilib olsak bo'ladi. Aeroportda uchrashish, yosh haqida, lug'at, takrorlashni so'rash, to'lash haqida gaplashish. Bular qolganlari mana bu yerda ba'zilari yana premium, ba'zilari esa tepadagi darslar qilinmaguncha ochilmaydi. Ya'ni xuddi mana bu unitlarga o'xshab. Endi for you bo'limiga o'tib ko'ramiz, ya'ni siz uchun bo'limi. Bu yerda ko'rib turganingizdek har xil bo'limlar bor bu yerda ham, lekin ularni hammasiga premium sotib olish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu bo'limdan keyingisiga o'tamiz. Tutors, ya'ni ustozlar, o'rgatuvchilar bo'limiga o'tdik. Bu yerda guruhlarda ishlash, do'stlar bilan ishlash haqida gap ketyapti. Bu ham premium talab qiladi bizdan. Tests. Bu yerda esa har xil skilllarimiz bo'yicha testlarni bajarib ko'rsak bo'ladi. Bu testlarni ilovadan ko'proq vaqt foydalangan odam ishlatilishi maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Bugunga o'rgatmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Hammaga rahmat.